Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida Mashrabboy Otaboyevni barcha hurmat bilan tilga oladi. Bois u o'zining uzoq yillik samarali mehnati bilan hamkasblari hurmatini qozongan. U 1988-yilda suv ta'minoti tizimiga ishga kirib, dastlab 1 yil davomida tozalash inshootida faoliyat yuritdi. Bu jarayonda u birinchi bosqichda suv bilan keladigan chiqindilarni tozalash ishlarini mas'uliyat bilan bajarib, sohaning nozik jihatlarini chuqur o'zlashtirdi. Mana men 88-yildan beri ishlayman. Ancha-muncha qiyinchilik ham bo'ladi, bo'lmaydi emas endi misol uchun mana. Endi mahsulotlarni tiqilib qoladi, tozalaymiz, boshqa qilamiz. Jamoa yaxshimiz misol uchun hammamiz. Mana yomg'ir, qorlar yog'ib turibdi, motorlarimiz kuyar edi, boshqa bo'lar edi misol uchun. Mana suv ham bosgan misol uchun nima bo'lib yomg'irlarda. Shuni ham bartaraf qilib, jamoam bitta bo'lib ishimizdan misol uchun hech ham nolimaymiz, Xudoga shukr misol uchun. Nimaga mana shu bola chaqa baxtli misol uchun hozir ham baxyapmiz misol uchun. Qizlarimiz chiqarli, ish joyimiz yaxshi misol uchun. 1989-yildan buyon esa kanalizatsiya nasos stansiyasida mashinist lavozimida ishlab kelmoqda. Uning asosiy vazifasi nasoslar faoliyatini muntazam nazorat qilish, ularni o'z vaqtida yoqib o'chirish orqali tizimning uzluksiz ishlashini ta'minlashdan iborat. Bir kunda 95 kub metr suvni qabul qilib, 80 kub metr suvni qayta ishlab chiqarish jarayonida uning hissasi katta. U faoliyat yuritayotgan bo'limda 8 nafar, jamoada esa 60 nafar xodim mehnat qiladi. Mashrabboy Otaboyevning mehnati nafaqat ish hajmi, balki uning ahamiyati bilan ham yuksak baholanadi.